Pastdarg'om tumanida Juma shahri To'ron mahallasida joylashgan ushbu xonadonimiz sotilmoqda. Lokatsiya juda ham qulay joyda joylashgan. Maktab, uy, bog'cha, park, rayon gaz, elevator barchasi uyimizga yaqin joyda. Xonadonimiz 6 sotixdan iborat. Keling, uyimizni tanishtirib o'tamiz. Deraza-xonamizda o'ng tomonda joylashgan teraska va 3 xonadan iborat. Va har birini o'zingizni didingizga moslab o'zgartirsangiz bo'ladi. Kattasini mehmonxona, qolgan ikkitasini esa spanni yoki bolalar xonasi qilsangiz bo'ladi. Teraskasi ham anchagina keng qilib qurilgan. Deraza-xonamizda kattagina ayvonimiz ham mavjud. Undan keyin uy begalarimiz uchun oshxonamiz ham mavjud. Chiqishimiz bilan chap tomonda bizni hammom va yana 2 xonalik vremenka va tandorxonamiz joylashgan. Hovlimiz 2005-yil qurilgan uyning manzarasiga bitta baho bering azizlar. Uyimizning hujjatlariga keladigan bo'lsak, uyning hujjatlari, kadastr barchasi joyida ekan. Ayniqsa gaz, suv, svit bilan ta'minlangan. Isitish sistemasi ham qilingan ekan. Mebellar narxi esa uy egalari bilan kelishib gaplashiladi. Uy narxi esa 50 ming va uy egalari bilan yana